Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi o'tiladigan mavzu Qam va Xorazm davlati deb nomlanadi. Men tarix fanlari doktori Azimxo'ja To'g'azayev. Mavzu 3 ta rejadan iborat. Birinchisi Qam davlati tashkil topishi va chegaralari. Qam davlati ijtimoiy tizimi. Ikkinchisi xo'jaligi va shaharlari. Qam davlatining inqirozi. Keyingi reja esa Xorazm davlati. Milatdan avvalgi 2-milodiy 3-asrlar orasida ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar masalalari ko'rib chiqiladi. Qam davlati va chegaralari. Bizga ma'lumki, ko'chmanchi xalqlar orasida, ko'chmanchi davlatchilik orasida Qam davlati o'ziga xos o'rin tutadi. Bu Turon hududining asosiy shimoliy qismlari, dashtliklari, Toshkent vohasi, hozirgi Qozog'istonning janubiy hududlari, Orol dengizigacha bo'lgan Sirdaryo bo'ylari qismlarini Qam davlati o'z tasarrufiga olgan. Qam davlati haqidagi ma'lumotlarni asosan biz Xitoy manbalari orqali olamiz. Xitoy manbalarida Kangui haqida ma'lumot keladi. Xitoy manbalarida Kangui ham bor, Kang ham bor. Shuning uchun adashtirish kerak emas. Kang deganda Samarqand haqida gap ketadi. Kangui deganda bevosita Qam davlati haqida gap ketadi. Xitoy manbalari Qam haqida bergan ma'lumotlar ko'pligiga sababi Xitoy va Qam o'rtasidagi munosabatlar doim keskin bo'lgan. Qam davlati Xitoylarning hududdagi gegemonligini tan olmagan va unga qarshi doimo kurash olib borgan. Hattoki Qam davlatining Qam davlati Xitoyliklarning Farg'onaga qilgan yurishlariga qarshi Farg'onaliklar bilan birga Xitoyga qarshi zarba bergan vaqtlari ham bo'lgan. Qam davlatining hududi haqida gap ketganda, bu hudud hozir aytib o'tdik, juda katta hududni egallagan. Sababi aholisi qadimgi saklardan, usunlardan, hunlardan iborat bo'lgani uchun bu aholi uchalasi ham deyarli ko'chmanchi hayot kechirgan xalqlar hisoblanadi. Shu bois bularning davlatchiligi biz yuqorida aytib o'tgan Yunon Baktriya davlati kabi bo'lmagan, ya'ni bularda konfederativ davlat tuzumi mavjud bo'lgan. Konfederativ davlat tuzumi degani har bitta hudud o'zining ma'muriy boshqaruvga ega bo'ladi, lekin iqtisodiy jihatdan, harbiy siyosiy jihatdan, moliyaviy jihatdan bir-birini doim to'ldirib kelgan, bir-birini demak takrorlab kelganiga bois, ya'ni ular konfederativ davlat shakliga ega bo'lgan. Qam davlatining ma'muriy markazi Toshkent vohasidagi hozirgi Oqqo'rg'on tumanidagi Qamqa qallasi hisoblanadi. Qamqa qallasi demak o'sha davrda yirik vohaning eng yirik shaharlaridan biri hisoblangan. Bu shaharning qurilishi bevosita Yunonlar bilan bog'liq deyiladi. Yunon sarkardasi Demodanning Sirdaryodan o'tib mana shu hududlarni egallashi bobida avval mavjud bo'lgan kichkina bir qallashi o'rnida Yunonlarga xos bo'lgan shahar qurganligi bu Qam davlatining markazining shakllanishiga turtki bo'lgan. Qam davlatining hududi jihatdan boya aytib o'tdik, mana hozir xaritada ham ko'rinib turibdi, juda katta hududni egallagan. Aslida Turonning shimoliy qismlarini, dasht qismlarini va tog'li Toshkent vohasi tog'li qismlarini, hatto Qam davlati Sug'utning ma'lum qismini ham o'z tasarrufiga olgan va bevosita Kushon davlati bilan ham chegaradosh bo'lib qolgan holatlari ko'zga tashlanadi. Qam davlati hukmdorlari haqida afsuski bizga nomlar haqida ma'lumot yetib kelmagan. Sababi Qam davlati hukmdorlar nomidan tangalar zarb qilinmagan. Qam davlatining asosiy tili Sug'diy til bo'lganligi va qadimgi prototurk bo'lgani haqida ma'lumotlar mavjud. Va Qam davlatida boshqaruv hukmdor, garchi hukmdor boshqargan bilan hukmdorning ustidan oqsoqollar kengashi nazorat o'rnatgan. Ya'ni yirik qabilalar va elatlarning vakillaridan iborat oqsoqollar kengashi Qam hukmdorlarini ustidan o'zining nazorat o'rnatgani bois bu hukmdorlarning nomlari deyarli tarixda saqlanib qolmagan. Endi har bitta oqsoqollar kengashining a'zosi bo'lgan vakillar o'z qabilasi, o'z elatiga egalik qilgani bois harbiy boshqaruv ham, ma'muriy boshqaruv ham ularning qo'lida bo'lgan. Mamlakatga tashqaridan tajovuz paydo bo'lgan paytda
Mana shu elat va qabilalarning oqsoqollari yoki sardorlari o'z qo'shinlari bilan yagona armiyaga birlashib dushmanga zarba berishga muvaffaq bo'lgan. Endi Qan davlatida ijtimoiy iqtisodiy hayotiga keladigan bo'lsak, bu davlat asosiy aholisi katta qismi, demak, dashtliklarda yashaydigan qismi chorvachilik bilan shug'ullangan. Shahar qismlarida Toshkent vohasi, Sirdaryo bo'ylaridagi shaharlar, Samarqand atrofidagi shaharlarda yashagan qism esa dehqonchilik va hunarmandchilik bilan shug'ullangan. Shu bois Qan davlatining iqtisodiy ahvoli bir qadar yaxshi bo'ldi. Chunki bu hududda ham chorvachilik, ham dehqonchilik, ham hunarmandchilik deyarli teng rivojlangan. Aholisi qanliklar deb atalgani bilan turli xil, demak, dinga e'tiqod qilgan va turli xil tillarda gaplashadigan qabila va elatlardan iborat bo'lgan. Asosiy aholisi, demak, o'sha proto-turk tilida gaplashadigan xalqlar hamda Sug'di tilida gaplashadigan, Sug'di va Chosh tillarida gaplashadigan xalqlardan iborat bo'lgan. Endi Qan davlatining o'sha paytda Qan davlatining armiyasi 120 ming kishi, Qan davlati aholisi 120 ming aravadan iborat deyiladi. Nima uchun shunday hisoblangan? Ko'chmanchi aholi bo'lgani uchun bular aravalardan foydalanib, arabalarni uy sifatida foydalanganligi haqida ma'lumot keladi. Va buni taxminiy hisobda aytadigan bo'lsak, 600 ming aholi bo'lganligini aytish mumkin. Endi 120 ming arava esa albatta 120 mingta qo'shin yetkazib berishgan degan ma'lumotlar mavjud. Har bitta aravadan bitta yigit harbiy xizmatda bo'lgan. Endi Xorazm davlatiga to'xtalgan bo'lsak, Xorazm davlati Amudaryoning quyi oqimida joylashgan davlat bo'lib, qadimgi Xorazm davlati an'analarini davom ettirgan. Bu yerda shaharsozlik rivojlangan. Xorazmliklar Aleksandr Makedoniyus davrida Aleksandr Makedoniyus davlat tarkibiga kirmagan. Bu davlatni Farasman degan Xorazm podshosi boshqargan va bu Aleksandr Makedoniyus bilan bevosita ittifoqchilikda faoliyat olib borgan hukmdorlardan biri hisoblanadi. Xorazm davlatining ham shimoliy qismida, demak, saklar, massagetlar ko'chmanchilik bilan shug'ullangan. Uning janubiy qismida esa yujiylar, toharlar bilan Xorazm davlatlari bevosita aloqalarni olib borganligi kuzatiladi. Xorazm davlatida shaharsozlik madaniyati juda yaxshi rivojlangan. Xiva hazarasi, qozoqlar yotgan, katta Oyburqallar kabi yirik shaharlari qoldiqlari arxeologlar tomonidan topilgan. Xorazm davlati esa o'z davlatida turli hududlardan savdo aloqalarni olib borgan va bu savdo aloqalarida Xorazmga yetkazilgan mahsulotlar olib chiqilgan va janub va shimoldan esa turli mahsulotlar Xorazmga keltirilgan. Umumiy bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa kutib qolamiz.